zapis o'chib. Zapis qoldi, mana tepaga chiqib qo'y. Qaysini? Yo'q, boshqa shunda o'sha tepaga chiqib qo'y. Xo'p. Endi qiladigan ishinglar nima qilasizlar? Xo'p, birinchi navbatda sizlarga kerak bo'ladi anaqalarni nima edi, davrlar deydimi, kimdirlar, kunliklarni bo'lib olishinglar kerak bo'ladi. Birinchi navbatda kunlarni bo'lib olishinglar to'g'ri keladi. Xo'p. Trading viewda qanaqa kunlarni bo'lib olasizlar? Nastroykaga kirasizlar. События, keyin граница sessiya degan narsani shuni yoqib qo'yasizlar. Mana. Граница sessiyani yoqib qo'yasizlar. Xo'p. Ko'rasizlar? Граница sessiya. Xo'p, bu qaysi источник ekan bu? Gold degan bizga how USD kerak. Xo'p, bu how USD degan endi mayli. Xo'p. Qaranglar. Bizga goldni formatsiyasi kerak bo'ladi, источниги kerak bo'ladi. Sizlar nima qilasizlar? Birinchisi, 1 soatlik time frame kerak bo'ladi. Xo'p, o'zim mana Epic Pay'ga o'rganganman. Xo'p. Bizda manami, misol uchun anaqalarni bo'ldi, mana davrlarni bo'ladigan narsa. Bu 1 kun degani. 1 kun degani. Xo'p. Davrlarni bo'ladi, o'sha davrlarni trading viewda bitta keyingi davrga tushadi. Davrdan keyingi shamchiga tushadi. MetaTrader'da bo'lsa, davr ustiga tushadi. Davr ustiga tushadi. O'sha davrdagi shamchani zona qilib olasizlar. Zona qilib. Kimdirlar bilar bo'tdi, lekin bilmaydiganlar uchun yengillik bo'ladi. Xo'p. O'sha shamchani sizlar ustiga zona qilib olasizlar. H1 time frame'da. Endi qaranglar. Olganinglardan keyin o'sha shamchani kamida bitta yoki ikkita keyingi yoki balki 3 tadan keyingisi shamchani, 3 tadan keyingisi impuls bilan yorib o'tishini kutasizlar. Impuls bilan yorib o'tgan tarafga kun o'sha tarafga harakatlanadi. Impuls bilan yorib o'tgan tarafga kun o'sha tarafga harakatlanadi faqat. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Shuni yoqib aytib Yaxshi. Yaxshi aka, zo'r. Xo'p. Endi qaranglar. Eshitilyapti. Xo'p. Bizga o'sha aytayotganim, mana mana o'sha shamchi, mana mana o'sha shamchi, mana mana o'sha shamchi. Mana mana o'sha shamchi bo'ladi. Endi qaranglar. Impuls bilan yorib o'tgan tarafga kun o'sha tarafga harakatlanadi. Faqat bitta dona nosi bor. Ya'ni qanaqa? Bu daraja sizlar uchun. Hop, mikrofon kimdir yoqilib qolibdi. Hop. Impuls bilan yorib o'tgan tarafga bozor o'sha tarafga harakatlanadi. Faqatgina bitta dona anaqasi bor. Ya'ni qanaqa harakat? Sizlar Amerika sessiyasida, har doim aytaman, Amerika sessiyasida savdo qilishni maslahat bermayman. Amerika sessiyasida bu daraja sizga qaytadan protiv kirish masalasini ham yordam berishi mumkin. Xo'p, endi qaranglar. Bizga bu ko'rishimiz uchun nima kerak bo'ladi? Bizda o'anda emas, iloji boricha TVC yoki 8cap. 8cap hozir yopilganligi uchun iloji bo'lsa TVC da ko'rishni maslahat beraman. TVC da. Bizda TVC da gold boshqacha ekan. Xo'p. TVC yoki 8cap da ko'rishni maslahat beraman. O'anda da sal g'alatiroq bo'ladi, lekin TVC 8cap da bu to'chnaroq ko'rsatadi. Chunki shamchani kattaligi, razmeri kattaligi kattaroq bo'ladi. Xo'p. Impuls bilan yoradi. Keyin nima qilamiz biz? Qaytib kelganda Xo'p. Yengam turdi, sal o'rgana olmayapman. Xo'p. Zona qilib oldinglar. Bitta, ikkita shamchi yormadi, turibdi. Masalan. Ikkita shamchi turibdi, yormadi. Impuls bilan bitta shamchi yordi buni. Mana shuni bunaqa qilaylik. Impuls bilan bitta shamchi yordi, pastga yordi. Xo'p, sizga impuls bilan yorgandagi shu zonaga qaytib kelsa, shu zonada o'zingizlar bilgan qanaqa strategiya, misol uchun kanalni buzishmi, SMC'mi, order blokmi, balon battarmi o'zingiz uchun pastga qarab signal qidiringlar. Pastga qarab. Sizlarga shu kirish nuqtasini beradi. Juda katta harakatlar uchun. Tushundinglar? Yo'ki agar yo'q men kira olmayman desanglar,
Shu joyga sell limit, o'rtasiga bitta sell limit, tepasiga bitta sell limit, pastiga bitta sell limit. Riskni kontrol qilgan holda sell limit qo'yib qo'yasizlar. Qachonki tanasi bilan buzib yopilgandan keyin o'sha sizda minus bo'lsa ham, tanasi bilan buzib yopilgandan keyin minusda bo'lsa ham yopib yuborasizlar. Keyin perezaxodidan bayga harakat qilsanglar bo'ladi. Ya'ni sizlarga bu kirish tochkasini beradi. Tushunyapsizlar, hamma tushunyapti. Ben tushunmayman lekin aka. Bo'ldi. Xo'p, sizlarga xo'p. Endi qaranglar. Mana kecha bu istochnik qaysi ekan bu? Hozir istochnik. Hop, bu TVC ekan. Hop. Etkapni ko'ramiz. Hop, endi qaranglar. Mana shamchani qaranglar. Okey, Labda time frame'da aniqlab olamiz. H1. Har doim H1. Har doim H1 bo'ladi. Hop, qaranglar mana ketdi. Kecha istochnikka hozir istochnikni qilib beraman. Mana qaranglar, istochnikni qarang. Boshladi. Kecha o'zi aslida bu mamindoroq edi. Hozir bir daqiqa. RoboForex dedi. O'zi asli aniqlanadi. E'tiboring RoboForex yetmayapti. Mana zonadan zonaga ishlaydigan narsaga biznes yaqin narsa ekan-da. O'zi amuran narsasi o'zi kolleksiya. Kolleksiyaga Iloji bo'lsa RoboForex yaxshiroq ko'rsatadi. O'shanda ko'rganingda yaxshi deb o'ylayman. Yaxshi ishlaydi. Baraka topishadi. Xo'p. Qaranglar, unda boshladi. Kecha o'zi men hozir aytaman, sizlar brokerdan kimdan ko'rishinglarni Alpari ili men o'zim aytaman RoboForex. Aslida RoboForex ham zo'r, tozaroq ko'rsatadi. Chunki RoboForex tozaroq istochnikdan oladi. O'shani hisobiga men o'zim RoboForexda ishlayman. O'shaning uchun shunaqa olamiz. Xo'p. Ma'mudda elita ekran bo'lgan ko'zim og'rib qoldi. To'g'risi bor, mishkani. O'zim kompyuterimda hop, qatta edi. Hop, qaranglar. Aslida o'zi bu kattaroq shamchi edi. Bu buzib o'tish emas. Menga impuls bilan buzib o'tsin bozor. Mana impuls bilan buzib o'tdi. Perezaxoddan o'zim uchun bay qidirdim. Amerika sessiyada impuls bilan pastga buzib o'tdi. Buzib o'tishi bilan o'zim uchun sel qidiraman bozorda. Ketdi, keyingisini olaman. Bu yerda kichkinaroq ko'rsatyapti. Zona mana. O'zi aslida zonani impuls bilan buzib o'tdi, perezaxodga kelyapti, perezaxoddan o'zim uchun bayga qidiryapman. Zonani oladigan bo'lsam, impuls bilan buzib o'tdi, perezaxod qilyapti, o'zim uchun bozorda sel. Sizlar ko'rayotgan seriyalar, ko'rayotgan masalan baylar bu kichkina summali emas. Ya'ni $30, $30, $50, $27, $23 kechani gapirmasam ham bo'ladi. Kecha shu kalla olgan joyi yana shu zonadan kalla olyapti. Ko'rasizlar? Qaranglar. Bay o'xshamaganda shunda, to'g'rimi aka? Qaysi bay? Mana masjid. Ma'lummi? Mana oxirgi divizion bilan ko'rsak, mana yashilgacha bayga buzib o'tdi. Xo'p, mana. Ma'lumni buzib o'tdi. Buzib o'tdi. Bayga ishlamagan bo'ladi, to'g'rimi? Buzib o'tdi. Men aytdim, buzib o'tishi bilan zonasiga kirib kelyapti. Mana zonasiga kirib kelyapti. Qarang, o'zingiz uchun slom bu narsa qidiring. Slom strukturani paglasheniyami bu narsa farqi yo'q. Qidirsangiz ham bo'ladi. Misol uchun, mana bunday o'tir liniya tortasiz, buzib o'tadi, o'zingiz uchun bay qidirsangiz bo'ladi. Yo'nalish bilan. Tushundingizmi? Pastga buzib o'tdimi? Impuls bilan pastga buzib o'tdimi? Kimdirlar mana shuni order block sifatida oladi. Order block sifatida. Kelyapti, buzolmayapti, pastga qarab kalla olyapti. Buzib o'tgan tarafga siz kirib kelish bilan kirib kelmang. Tushunarli. O'sha zonaning ichidan siz o'zingiz uchun signal qidiring. Bir xillarda qaytib kelmaydi, bir xillarda qaytib keladi. U anaqasi bor, yo'nalishi bor. Просто siz o'zingiz uchun zona qilib qarang. Buzdi, mayli.
ketyapti. Bozor o'sha tarafga qarab ketyapti. Buzib o'tgan tarafga qarab ketyapti, lekin qaytib keldi, shuni ichkarisidan o'zingiz uchun bitim qidirasiz. Bayga. Xo'p. Buzib o'tdi, keldi, ichkarisidan selga qarab qidirdingiz. Yana keldi, yana selga qarab qidirdingiz, yana keldi, selga qarab qidirdingiz, oldingiz mana. Yana oqyapti $9, yana oqyapti, lekin mayli. Selingizni minusda bo'lsa ham qanaqadir bitingizni yopdingiz, buni tepaga buzib o'tdi, to'g'rimi? Tepaga buzib o'tdi. Kirib kelgan sari bayga bitim qidirasiz. Bayga bitim qidirasiz. Tushundingizmi? Tushunarli. Qarang. Keldi, mana impuls bilan tepaga buzib o'tdi, qaytib keldi, ichkarisidan bayga bitim qidirdingiz. Keldi, buzib o'tdi, ichkarisidan selga bitim qidirdingiz. Selga bitim qidirdingiz. Men aytaman, bu narsa bor narsa, bekitiladigan unaqa narsa emas. Bu bor narsa, internetda ham bor narsa. Prosta yaxshi ishlayotgani uchun, sizlarga qulaylik yaratish uchun shu narsani o'rgataman. Bu o'zi sizlardan hech narsa olinmayapti, prosta tekin bo'lgani uchun, o'zi tekin narsa, tekin bo'lgani uchun yana tekin qilib anaqa qilyapman. Bunaqa ana deb o'ylamaysiz, sex narsa yo'q bozorda mana. Impuls bilan buzib o'tdi, qaytib keldi, bozor yo'nalishi bayga. Impuls bilan buzib o'tdi, qaytib keldi, bayga qidirdingiz, qaytib keldi, bayga qidirdingiz, qaytib keldi, bayga qidirdingiz. Ko'ryapsiz? Impuls bilan buzib o'tmadi. Impuls bilan buzib o'tdi. Impuls bilan buzib o'tdi, qaytib keldi, selga qidiryapsiz. Ichkarisidan xohlasanglar 1 soatlikdan kichkinaroq time frame, xohlasanglar kimdir 15 minutlik tushadi, kimdir 5 minutlik tushadi, kimdir 20 minutlik tushadi, farqi yo'q. Kirasizlar, ichiga kirasizlar, ichkarisidan bitimga qarab qidirasizlar. Ketdi. Har kuni qidirib o'tirsanglar ham bo'ladi. Buzib o'tdi, mana. Buzib o'tyapti, perizaxotidan ichkarisidan bu bitim uchun qidirasizlar. Qidirasiz. Nimaga men tizuvni olmayapman? Bundan keyingi shamchani olaman. Bu TVC'da noto'g'ri ko'rsatib aytaman. RoboForex ili Alparida qidirsanglar bo'ladi, mana qaranglar. Tepaga buzib o'tdimi? To'g'rimi? Bulardan sizlarda anaqani ko'rsatyaptimi? Bo'lingan joylarni. Ko'rsatdi. Xo'p, bo'lingan joylarni ko'rsatdi. Xo'p, bo'lingan joylarni buzib o'tdi, perizaxot qilishyapti. Perizaxotdan shu ichkarisiga kirib kelishi bilan o'zingiz uchun bitim qidirasiz. Bayga $30lik. Tushundingizmi? Katta mamlaqa katta impulslilar bo'ladigan bo'lsa, mana katta harakatli impulslar ochiladigan bo'lsa, o'sha kuni bozorga kirmaysizlar. Endi sizlarga bir xillarga farqi yo'q, kirib oladi. Men masalan, mana katta impulsli harakat bo'lgan kunlarda kirmayman bozorga. Kirmayman. Aytib qo'ying. Sababi bozor neopределённость bo'ladi-da. Qaranglar. Bozor tepaga buzib o'tdi, to'g'rimi? Bu soya bilan buzish emas, menga tana bilan buzish kerak. Tana bilan buzib o'tdi, perizaxot ichkarisiga kiryapti. Ichkarisiga kirib tanasini buzmaguncha men o'zim uchun bayga diviziyani qidirib o'tiraman. Bayga diviziyani qidirib o'tiraman. $25. Yana ketdi. Tepaga buzib o'tdi, perizaxotdan ichkarisidan bayga diviziyani qidirib o'tiraman. To'g'rimi? Bayga qidiramanmi yo selga qidiramanmi bu yerda? Bayga qidirasiz. Bayga. Bo'ldi, ana bayga qidiraman. Xo'p, mana bu yerda nimaga qidiraman? Aytsanglar. Selga. Bo'ldi, mana kirib kelyapti, selga qidiraman. Bozor buzib o'tdi, shu tarafga qarab ketdi. Qayerga qidiraman buni? Selga. Mana kun shax ketyapti. To'g'rimi? Nada. Bitta ham qoldirmasdan mikrofonni o'chirib qo'ysiz. Labi aka. Qarang, bu yerda hozir kunliga ajratilgan, o'sha ertalabki soat 9 dan bo'linganda, to'g'rimi? Yo'q, tilla nechida ochiladi aka?
Biladiganlar bormi? Tilni nechida soat ochiladi? Ochiladi, ertalab. Assalomu alaykum. Maslamat kesma. Ertalab soat 4da ochiladi hozirgi kunda. Olim aka, sizmi? Assalomu alaykum. Ha, men assalomu. Charchasiz, yaxshi tuzumsiz. Telefon qilaman, Olim aka. Ha, bo'ldi. Tinchmi o'zingizda? Charchayapsizmi? Salomatmisiz? Baraka toping, zo'r narsa o'rgatasiz, ustoz, zo'r narsa o'rgatasiz. Bo'ldi. Olim aka. Rahmat kattakon, charchamaysiz. Ha. Xo'p, ertalab 4da ochiladimi bozor? Bozor 4da ochiladi, to'g'rimi? Bozor 4da ochilgandan keyin примерно sizlar 6da turib, o'sha 6da ertalab oxirli turib, 6da sizga bozor yetadi, bozor. Soat примерно Amerika sessiyagacha 40 yurishini aytadi. Bozor. Amerika sessiyasigacha. Amerika sessiyasi bir xillar yetdimi? Oldindan ogohlantirib qo'ydim. Xo'p, oldindan ogohlantirib qo'ydim. Hozir mana bu ketdi. Amerika sessiyasi ham qo'shilib ketishi ham mumkin, muammosiz. Lekin Amerika sessiyasi kelib turib, buni qaytadan pastga buzib o'tib, pastga harakat qilish mumkin. Lekin Osiyo sessiyasi, London sessiyasi bozorga qayerga ketishini sizga aniqlab beradi. Qarang, bu bitta pastga buzib o'tdi, bo'ldi, polni sel ekan degani emas. Siz faqat selni mana shu nuqtada qidirib o'tirasiz. Selni. Kirsa shu nuqtada qidirasiz. Selni. Mana bunaqa selni qidirib, taxlab o'tirmang. Tushundinglar? Bo'ldi, sel ekan buzildi, bay ekan pastga buzdi, sel ekan tepaga buzdi, bay ekan degan narsa bo'lmasin. Siz pastga buzdimi, iloji boricha o'zingiz uchun shu zona sizga aktivniy zona bo'lsin, bitimga kirish nuqtasi bo'lsin. Bitimga kirish nuqtasidan selga yoki bayga harakat qilib ko'rasiz. Tushundinglar? Nima deysiz? Nima deysizlar? Osiyo sessiyasi bo'ladi, okey? Soat 1gacha bo'ladi. Abetda 1gacha Osiyo sessiyasi bo'ladi. Qaranglar. Xo'p, sessiyalar bilan ishlashni u bir so'rovdi, bu shanaqa bo'ladi. Mana qaranglar, pastga buzib o'tdi, to'g'rimi? Mana qarang, zonani pastga buzib o'tdi. Kirib kelyapti, selga olyapman. Yana kirib kelyapti, yana selga olyapman. Keldi, yana selga harakat. Selga tupa bosganim yo'q. Ichkarisiga kirib, o'zim uchun signal qidirib oldim. Tepaga buzib o'tdi, kirib kelyapti. O'zim uchun nima qidiryapman men endi? Bay. Bo'ldi. Tushundinglar? Tushunarli? Mana bitta ham kunni o'tkazib yormayapman. Hammasini bitta ham mana ko'rdinglarmi? Hech kun qolib ketganini. Bittasini bundoq просто tak skip qilganimni. O'tkazib yormasdan to'g'ri anaqa ishlayapman. Faqat qarang, bu istochnikda noto'g'ri ko'rsatyapti. Men o'zimni uyimni kompyuterimda sochun brokerdan anaqadan ko'rsatardi. Endi bu yerda ulamadik. Xo'p qarang. Mana bundan oldim. Bunda o'zi bundan aslida bundan olishingiz kerak, lekin men bundan oldim. Tepaga buzib o'tdi. Ochilgan birinchi soatda 1 soatlik shamchi yopilishi bilan soat 4da ochilgan shamchi 5da yopildi. Yopilgandan keyin nima qilaman? Yopilgandan keyin men o'sha zonani aniqlab olaman. Xohlasa u 5da buzib o'tsin, xohlasa 6da buzib o'tsin, xohlasa 7da buzib o'tsin, xohlasa 8da buzib o'tsin, farqi yo'q menga. Buzib o'tgandan keyin perezaxodidan bayga qidiraman, yuraveradi. Ko'rasiz. Ko'rdinglar? Xo'p. Endi mana kulli bo'ladi. Qaranglar. Xo'p, buzmadi tanasi bilan. Mana kichkina bo'lsa ham buzibdi, gap yo'q. Lekin menga nima bilan buzish kerak bu? Impuls bilan buzgandan keyin atkat kerak-da. Atkat qilmagan, endi misol uchun o'zingiz uchun trend yo'nalishi bilan ham endi bu masterlar uchun ya'ni qanaqa u zo'r bozorda yaxshi ishlay oladigan odamlar uchun bu qidirsangiz bo'ladi, misol uchun trend yo'nalishi bilan. Yo bozorda ishlamaydigan bo'lsa shu nuqtada bitimni qidirganingiz ma'qul. Xo'p, qarang. Azamatga uzrman. Endi kiruvdimi? Bu ertalabki H1 zonani ovoz-da, to'g'rimi? Ertalabki H1 zonada. Pilkadan shpilka yoki tanaga ovoz. Tanadan tanaga olaman. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, bo'ladi. Qarang, tepani Nastroyka qayerdan yo'q olish kerak edi? Mana nastroykani olaman. Mana nastroyka H1da bo'lish kerak. D1da tursa qaranglar. Men D1 ga o'tkazaman. Hozir qarab turinglar. D1 ga bo'lsa sabiti granti sessiya o'chib qoladi.
H2 ga o'tsam yoqilib qoladi, ko'rasizlar? 1 soatlik o'tsam ham turadi. O'shaning uchun sizlar topolmay qolishingiz mumkin. Xo'p, qaq keluvdik. Xo'p, mana yana qaranglar. Mana bitim pastga buzib o'tdi, to'g'rimi? Bu buzish hisoblanmaydi, mana soya. Mana buzib o'tib tanasi bilan yopildi. Perezaxoddan sel olyapman. Kun yana qaytib kelyapti Amerika sessiyasi, yana Amerika sessiyasida o'zim uchun sel olyapman. Qachonki aytyapman, tanasi bilan buzmagunicha. Bu bor narsa yo'q emas, sverxsessiyaning narsa emas bu. Bu bor narsa. Просто o'zingizlarga savdo qila olmaydigan odamlar bor, kun qaqib ketishini bilmaydiganlar. Kun qaqib ketishni bilmaydiganlar bor. Qiynalishadi, savdo qilisha olmaydi. Uchib ketayotgan, masalan, bozor uchib ketayotgan mana bunaqa qani hozir. Mana bozor uchib ketyapti, tepaga hamma sel olib o'tiradi, to'g'rimi? Sal tushsa vahima qilishadi. Bo'ldi. 4 punkt, 5 punkt, 10 punkt, 20 punkt tepaga ketadi, pastga ketyapti, bo'ldi, xursandmiz. Yo'q, o'zi asli bozor niyat tepami, tepaga qarab bitim qidirishni boshlaydi. Просто niyatini sizlar ertalabdan bilib olasizlar. Bo'ldi? Qiyin joyi yo'q. Birinchi ochilishni aniqlayveradi. Tepaga buzdi. Men nimaga buni olmayapman? TVCD источники brokerda emas. Tepada источникda mana buzdi, perezahod, bay. Kun. Hosiliga bu 4 ta 5 ta shamchada ko'rinyapti, bu kichkinagida bay emas bu. 27 dollarlik bay. Просто treyderlar mana mashina mana qilib qo'ying. Hozir. Chiqib qo'shib qo'ying, mana shu keyin o'chirib tashlaysiz. Просто odamlar qiynalishadiki, ya'ni ketayotgan joyda mana bundan sel olishadi, sal tushsa bo'ldi, bozor oqib ketadi, ketib qoladi deydi. Yo'q, bozor asli tepa niyatini buzib bo'lgan bo'lsa, yana ketadi tepaga, yana sel oladi. Yana ketadi, sel oladi deb bo'ldi, ado qilib bo'lgandan keyin selini yopishi bilan bozor gurs etib tashaveradi. Shunaqa narsa bo'lganmi sizlarda ham? Selinglarni yopishinglar bilan sel oqib ketib qolgan. Rasa ko'p bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Chiroyli savol bermoqchi. Ochishni bilamiz, ochishiga hamma biladi, lekin o'sha tek profit qo'yishga juda qiynaladi hamma. Tek profitga juda qiynaladi. Xo'p, tek profitgami? Siz nima strategiyada ishlaysiz yoki o'zi? Fibonacci 1618. Ha, mana bunaqada ishlaysiz-da. Misol uchun, mana bunaqada ishlaysiz. Misol uchun trend ketyapti, trendni bitta buzib o'tdi. Fiboni siz hamma обычный odam siz bu yerda 1 tepaga qo'yadi, 0 tepaga qo'yadi, Fibonacci yo'nalish bilan tortadi. Siz bo'lsa teskari tortasizda, 1 bu yoqqa qo'yasiz, 0 bu yoqqa qo'yasiz, to'g'rimi? Teskari tortganingizda 1618 pastda bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa? To'g'ri. Ha, o'sha 1618. Qadam 1 dan past bo'ladi, 1618. To'g'rimi? O'sha yo'nalishda ishlasanglar ham bo'ladi. Farqi yo'q. Просто to'g'ri ishlasanglar bo'ldi. Mana misol tushib kelyapti. Ichkarisida misol uchun. Ichkarisida hozir bu 1 minutlik time frame yoki 5 minutlik time frame ko'rsatmaydi. Misol uchun bu yerda mana shu kunda yana tema ochilyapti. Bu yerda biladiganlar bor mana bu temani. Misol uchun 3 tali SRT degan temani biladiganlar bor mana. O'sha yerdan ham pay qidirsangiz bo'ladi. Mana bundoq turib mana bundoq turib trend tortayotganingizda qarang mana. Mana 1 2 3 mana. Qarang. 1 2 3 endi tekisroq chiza olmadim. Keldi mana. Birinchi kasani, ikkinchi kasani, uchinchi kasaniga impuls bilan tushib kelyapti. Bitta slom qildi. Razvorotiga kirish nuqtasini berdi, kirishdan bay. Tem bo'li sizni o'sha kuningizni zonasiga ham to'g'ri kelyapti. Trendni 3-kasaningiz, 3-kasaningizga ham to'g'ri kelyapti. Endi ichida nima qidirsanglar, o'zingizlar bilasizlar. Hozir men ichida mana shu narsani qidiringlar deb aytolmayman. Chunki hamma har xil ishlaydi. Hamma odamga har xil ko'rinadi bozor. Misol uchun kimdirlar zonada ishlaydi, kimdirlar mana misol uchun mana bunaqada ham ishlaydi, qarang. Hozir yana o'chiraman, qaranglar. Kimdirlar SNR biladiganlar bormi bu yerda? SNR biladiganlar. Kimdirlar bundoq turib SNR tortib oladi. Farqi yo'q. Nimada ishlasanglar ham sizga bu bozorni, men aytmoqchi bo'lgan narsa, bozorni yo'nalishini beradi sizga. Bozor o'sha yoqqa qarab ketadi degan narsani beradi. Tushunyapsizlar? O'sha bilan kirib mana bu yoqqa tek profit qo'yinglar demoqchi emasman. Tek profit o'zingizlarga, nafsingizlarga bog'liq. Bozorni bu yo'nalishini beradigan narsa. Bozor bugun mana shu yoqqa qarab ketadi, azamat degan narsani aytadi sizga.
Tushundingizmi? Protiv ishlamagin degan narsani aytadi. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti işte. Tushundinglar? Kimdirlar biladimi bu temani oramizda? Ishlatadiganlar bormi? Men ko'rdim, ishlatmaganman. Ha, mana endi ishlatasiz. 00dan 5:00gacha yetib tashlagan bo'ladi. O'sha sana unaqa shamanma sanash kerak emas, aka. Просто zona qilasiz, tepaga buzib o'tdi, perizaxoddan bozor qiynasa ham, perizaxod qilyaptimi, o'shanisi ichidan to tanasi bilan buzmaguncha bay qidirib o'tirasiz. Bay bosasiz demayapman, bay qidirib o'tirasiz. Qidirasiz, signal qidirasiz. Tushunarli? Aka, bozor gap bilan ochilib qolsa nima qilinadi? Katta gap bilan. Katta gap bilan menimcha kech qoldingiz, katta gap bilan menimcha katta gap bilan ochildi bozor, men u kuni ishlamayman. Gap bo'lsa ishlamaydi. Gap bo'lsa ishlamaydi. To'g'rimi? Tushundingizmi? Ha. Mana yana tortdim. Pastga buzdi, pastga sel. Ko'rasizmi? Pastga buzdi, pastda sel kuni bilan. Pastga buzdi. Mana impuls solaylik. Pastga buzdi, pastga kuni bilan sel. $28. Xo'p. Bu buzish emas. Kirib chiqaradi, qo'rqitaveradi sizni. Qo'rqitaveradi, lekin to buzmagunicha men bay selga yoki bayga ishonmayman. Tushundinglar? Bitta ham kunni qoldirmasdan o'tib kelyapsizlar bilan qaranglar. Mana zona buzdi, tepaga bayga qidira olmadi. Zonani mana amitda ozgina boy chaqib qoldi. Qaranglar mana. Zona chaqib qoldi. Pastda buzdi, to'g'ri. Kirib kelyapti, selga qidiryapsiz. Selga bitim qidiryapsiz. Sochma ichida chiqmagan bo'lishi mumkin. Sababi chiqmaganiga 100% bering emas, sababi qarang. Sababi shamchalarning minimumi yengillanmayapti. Ya'ni ichkarida trend ketayotgan ichkarida trendi minimum yengillamayapti. Ya'ni bozorda slom bo'lmayapti. Tushunyapsizlar? Shu kattasini ko'rganinglarning o'zida bilib olsanglar bo'ladi. Slom bo'lmayapti. Slom bo'lmadimi? Tepani buzib qo'ydimi? Bo'ldi. Soch boboda sel ochib qo'yganlar. Bo'ldi. Mamutda sanaqa seliyani yopasizlar deb kutib o'tirasizlar. Ketdi, bozor qaytib keladi. O'sha minus qilganinglarni mamutdan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bozor trend yo'nalishi bay ekan bo'ldi. Trend yo'nalishi sel, hop, mana ketdi yana. Hop. Qaranglar, mana yana tortamiz. Tortdi. Bu impuls bilan buzish kerak emidi? Buzmadimi bu? Impuls bilan? Buzmadimi? Yo'q, buzolmadi. Bo'ldi. Impuls bilan buzdimi? Bayga buzdi. Ha, bayga buzdi, perizaxod qilyapti, ko'rasiz. Perizaxod degan narsani bilasizlar? Perizaxod, ya'ni qaytadan kirib, o'sha joyda tasdiq olib ketish. Tasdiq oldi, ketdi bayga. Keldi, yana oldi bayga. $15, $9 ketaveradi. Xo'p. Xo'p. Men bunaqa buzadigan bo'lsa kullada, men buni olmayman. Menga jonli buzish kerak. Jonli buzsa, perizaxod nima qilishim kerak men? Perizaxoddan bitta ham kunni qoldirmayapman. Ko'rasizlar? Bitta kunni mana endi zo'r kuniga keldi. Xo'p. Mana bunaqa kun keldi. Tepani buzdi, pastni buzdi, keldi tepani buzdi, pastni buzdi. Alda boradigan kunlari ham bor, aytib qo'ying. Tushunarli? Endi buni qayerdan ajratsa bo'ladi deydigan bo'lsa, eslab qolinglar. Bozorda bitta tarafga yorib qo'yib, mana bitta tarafga yorib, bitta tarafga ketadi, bozor bilasan, kuni bilan bitta tarafga qarab ketib qoladi. Klassik dey bo'lib qoladi, amlaq kun bo'lib qoladi mana qaranglar. Amlaq kun bo'lib qoladi. Tushunyapsizlar? Bunaqa kundan keyingi kuni shu holatda uchrashimiz mumkin. Tushundinglar?
Tushunarli. Tushunarli. Mana anaqa klassik bor, bitta tarafga qarab 37-40 dollarlik harakat bo'ldi-da, ertasi kuni mana shu holatda uchrashimiz mumkin. Temboli bu no farm kuni. Temboli bu no farm kuni. Xo'p, mana bitta dona qiynagan joyini topdi, cho'tki. Mana tepaga buzdi, perizaxoddan bayga qidirdingiz. Gap yo'q. Stopni urdingiz. Amosiz. Pastga buzib qo'ydimi? Kelyapti, selga yasabasiz. Tepaga buzib qo'ydi, impuls bilan ketdi. Qayerga buzdi? Alo. Tepaga buzdimi? Ha, perizaxoddan nima qilishim kerak? Nima deysiz? Lekin labbe. Jack informatsiya ham hisoblab uramizmi? Tushunmadim. Manimcha bunda kuchli impuls bo'lsa kerak. Yo'q, mana bu kuchli impuls emas, mana bu kuchli impuls deylu, bo'ladimi? Ulaydim bo'ladi. Keldi. Nima qildi? Mana shu bilan men nima qidirdim? Zonaga kirdi, bayga. Kesak bo'ladigan vaziyatda. 20 dollar. 30 pips emas, ana deydiganlar bor-ku, vahma qiladiganlar. Xo'p, oldim. Juda katta ekan. Tepaga aldadi. Menga impuls bilan buzish kerak. Mana impuls bilan buzdi, qaytib kelyapti. Serga oldim. Qayerga buzdi? Selga qarab. Pastga bo'ldi. Perizaxod. Sel. To'g'rimi? Aka savolim bor edi. Labbe aka. Hozir shunda siz TradingView'dan qidiryapsiz, shu narsani MetaTrader'dan ham ko'rsa bo'ladimi demoqchiman? Bemalol aka. Brokeris Alpari yoki RoboForex. Eng zo'ri RoboForex bo'lsin. Shunda men bu kunni ochiladigan to'g'risi tushib qoladi bitta shamcha, o'shanda emas, shundan keyingi shamchadan soyasidan soyaga tortiladi zona. Men boshida aytdim, MetaTrader iladi, ustida turgan shamchani olasizlar. Mana MetaTrader ustida turgan. Soyagacha. RoboForex nima edi? TradingView'da bitta kengisini olasizlar. Tushundinglar? Kim kompyuterda yoqmoqchi bo'lsa, Ctrl plus Y ni bosasizlar. O'sha davr ochmoqchi bo'lsa, MetaTraderda. Telefonda ochmoqchi bo'lsa, настройка kirib, chatga kirib, разделение период bor. O'sha period yoqib qo'ysanglar bo'ladi. H1 time frame da. Bo'ldi. Yana bir rad aytib qo'yaman. Bu sizlarga anaqa emas. Nima edi? Mana ashdan turib, ashdan stop bo'lmaydi, ashdan buy yosisizlar, mana stop qo'yasizlar emas. Sizlarga bu bozor bugun qayerga ketadi? Hammada shu savol bor. Boya menga akam aytdilar, dushanba kuni aka qayerga ketadi bozor deb. Kim so'radi mendan? So'ragan akam bor edilar. Shu yerdamilar? Menimcha chiqib ketibdilar. Menimcha uju bozor qayerga ketishi ularga qiziqmas ekan. Xo'p. O'sha aka so'radilar, dushanba kuni bozor qayerga ketadi degan savolingizga javob shu. Dushanba kuni bozor qayerga yorib o'tsa, o'sha yoqqa harakat qiladi. Tushundinglar? Katta impulsli bo'lgan kuni men nima dedim? Men ishlamayman. Katta impulsli bo'lgan kuni. Xo'p, hamma tushunyaptimi? Bo'pti. Ha, tushunamiz. Azamat aka, Tabii. Etkap ishlamayaptimi hozir? Yo'q, Etkap yopilib ketgan kompaniya, aka. Yopilib ketgan, chiqmayapti, aka. Mayli, tushundim. Men o'zim lishkamga yozib yuboring, men sizga tushuntirib beraman, qaysidan qilish. Mayli, xo'p aka. Xo'p, RoboForexdan qilib to'g'rilab beraman. Xo'p. Mana impuls bilan pastga buzdi, to'g'ri? Kirib kelyapti, selga qidiryapsizlar. Sel yo'q, yopildi. Selga bitim chiqmadi sizda. Balki chiqqandi. Kirgansiz, stopingizni olgansiz. Qanaqadir kichkina miqdorda. Tepaga buzib qo'ydi, kirib kelyapti. Bayga qidiryapsiz mana.
To'g'rimi? Bayga qidiriladimi bu yerda? Yo selgami? Bayga. Bo'ldi mana. O'zi azamat aka buni bitta impuls bilan buzib olgandan keyin kirishi zo'rroq ekanda. Bitta impuls bilan. Aka aka sizmi? Yo'q. Aka ovozingizni o'xshatdimmi? Uzr ming bor aka. Uzr ming bor. Bitta akamga yomon o'xshaysiz, ovozingizni o'xshatgan ekan. Xo'p, bu bitta impuls bilan to'ppa-to'g'ri aka. Bitta impuls bilan buzib olgan tarafga o'sha yo'nalish ovozingiz zo'r. Mana qarang. Mana keldi. Impuls bilan buzib oldi. Qaytib keldi, bayga yasadingiz yana o'sha yerda. Cho'chimasdan, misol uchun stop sal tezroq qo'yib qo'ysangiz ham, okey, kirgan joyingizni ko'rsating, mana bu yerdan kirgansiz bayga. Mana bu yerdan kirgansiz bayga. Mana shu tegirib. Xo'p, tegidan bayga kirgan. Hozir babichkani qo'yib turamiz. Ketdi. Yana zona oldi. Ko'rdinglar? Kirdi. Bayga qidirib o'tirman. Ben pak etib stopimni oldi. Endi bu yoqda nima qidiraman? Bitimga. Sel qidirib. Bo'ldi. Bayga qidiraman. To'g'rimi? Qaranglar. Stopingiz urgandan keyin. Stopimni urgandan keyin bitta pastga buzib yopildi, to'g'rimi? Da. Qaytib kelyapti. Selga bitim qidirishni boshlayman. Tushunarli? Buzib o'tdi, bayga qidira olman. Ko'rasizlar? Buzib o'tdi, endi qaranglar. Yana bir marta aytib qo'yaman. Buzib o'tsa bo'ldi, tamom. Bu oq kelayotgan joyidan yana bir marta aytaman. Oq kelayotgan joyidan mana bunaqa bayga taxlab o'tirmanglar o'zinglar, mana bunaqa shamchilarga xursand qilib. Bozor kalla oladi, shu yoqqa. Tushundingizmi? Tushunarli? Bitta aldadi, bitta pastga aldadi. Aldamadi endi, bitta aldadi. Stop urdi deydi. Mana qanaqa qilishingizga sizni qanaqa kirdi. Keldi. Nima qilishingiz kerak bu yerda? Sizlar? Selmi? Ha, sel. Uverindi sel, aka. Ha, Ingal film bu tasdiq bergan-ku pastga. Chotga aka, mana shundan siz sel olib qo'ygansiz. Ketdi. Soch agar o'z bilan aldamaydi, yopmaymiz deydi. Mana bu yerda olib boramiz deymiz. To'g'rimi? Yoki mana bu yerda olib boramiz. To'g'risidan normal. Ayni pulda. Necha pul tushagan bo'lasiz o'sha yerda pastga $10 tushagan bo'lasiz. Xuddi shunaqa. Xo'p, endi bu yerda olamiz. Xo'p. Tepani buzdi, mana qayerga qarang. Tepani buzdi, tepaga qarab ketdi. Tepani buzdi, pastni ham buzdi, aldadi, to'g'ri. Orada bitta ozgina ham ishladi, mana bu soch ozgina ham bundoq turib ishladi. $20 ishlabdi. Ozgina ham $20 bo'lyapti. Sochini endi kimlargadir kichkina summada bu $20. Bu Lyuboy parada ishlaydimi, Azamat aka? Yo'q. Lyuboyda ishlamaydi. Hammani faqat tilladami? Eng yaxshi ko'rgani faqat tillada ishlaydi. Rahmat. Xo'p. Tepaga buzdimi? Da, atkat ketdi bay. Xo'p, keling, bitta maza qilaylik. $34 ekan. Kichkinami? Kichkina, yo'q, yurmayapti-yu. Mana oxirgi kuni ham xuddi shunaqa bo'ldi-da, Azamat aka. Hozir o'sha oxirgi kunni o'tamiz. Bo'ldi. Menimcha, o'sha bu yoqqa yetadi, o'zingizlar bu yoqqa tekshirib chiqasizlar. Aytolman, flat bo'lgan kuni, mana flat bo'lib qoladi bozor. Mana bitta ikki olgan anaqa aytib qo'ying, qaranglar. Zonangiz bor, tepaga buzdi, pastga buzdi, keyin kelib turib yana tepaga buzdim, bo'ldi, bozor to'xtating. Bozor savdo qilishni to'xtating. Endi masalan, kimdirlar zonada ishlaydi, flatda ishlaydiganlar yoki mana bunaqa ishlaydiganlar bozorni to'xtatib qo'yishinglarni ham maslahat beraman. Chunki bozor flatda ishlaydiganlar, masalan, katta impulslarni ishlayman deydiganlar bo'lsa, u ishlasa bo'ladi. Orada bo'lib turadi. Men tan olaman, orada bo'lib turadi, lekin orada mana bunaqa joylari ham bor, ishkalan joylari. Endi любой strategiya $1 million strategiya bo'lmaydimi? Buzib o'tadi, perzahod qiladi, selga olasiz. Mana biz endi aytgan yana bitta narsa esimdan chiqibdi. Ускорение trend degan narsa bor, bilasizlar, bozorda. Ускорение trend. Боковой trend bor, ускорение trend bor. Ускорение trend bitta o'sish ускорение trend.
Bittada o'sib ketadi bozor. Bezatgan hech narsasiz. Hop, masalaga qo'yib beraman. Ускорение trend. Mana ускорение, mana ham ускорение trend. Mana qaranglar. Mana ham ускорение trend hisoblanadi. Tushunyapsizlar? Mana bu ускорение trend, bezatgan. Tushunyapsizlar? Bokovoy trend deydigan bo'lsangiz, bokovoy trend deydigan bo'lsangiz, mana mablag' mana atkat bilan ketadi, ko'rasiz? Bu ускорение trend. Ускорение trendni ishoninglar sochib tashlasanglar bo'ladi. Mana ускорение trend boshlandimi? Qarang mana. Ускорение trend boshlandimi? Yoradi перезаход sel. Ускорение trend. Xo'p. Ускорение trend yoradi, pastga sel. Ускорение trend yoradi, pastga sel. Ko'rasizlar? Ko'rasizlar, mana qarang. Ускорение trend. Ishdan necha o'siz bo'lar ekanda? Mana. Flat boshlangan kuni qiynaydi, lekin ускорение trend boshlangan kuni mana sel kutib turasiz pastga yorishini. Sel qilib ketaverasizlar. Xo'p, oxirgi kunga o'tamiz. Bo'ldi, menimcha oxirgi kunga o'tamiz. Nima bo'ldi oxirgi kuni? Xo'p, Robo Forexda bundan shamcha emas. Bundan sal kattaroq edi. Hozir ishni o'zim kattaroq. Xo'p, tepaga buzib o'tdi. Keldi, perzaxoddan bayga ishladingiz. Keldi, xabar paytida hozir qarab turdim. Xabar paytida bitta xabardan chiqdi, yopildi bozor. Yopildi. Cho'chimasdan yopilgandan keyin shu zonaga kirib kelishida men o'zim uchun sel qidirib o'tirdim. Misol uchun bu yerda o'sha biladiganlar bor. Bunda tortdim. 50 ga keldi, takror bo'lib ketdi bu kirishda. Ha, o'sha keyin kalla oldi. Bo'ldi. Kalla oldi. Shunaqa gaplar. F12. Bo'ldi. Shunaqa gaplar. Hop, mana boshqamiz.